bog'chaga to'lov qildim degani bu bog'chani sotib oldim degani emas. Ayrim shunaqa ota-onalar borki, xususiy bog'chaga bolasini berdim, qanchadir miqdorda to'lov qildim, endi bular menga hamma narsani qilib berishga majbur deb o'ylaydi. Ya'ni ular o'ylaydiki, shu berayotgan puliga, to'layotgan to'lovga bog'cha bilan sotib oldim deb o'ylashadi va talabni juda ham katta qo'yishadi. Mani bolam nimaga rus tilida gapirmayapti, nimaga matematikadan bilmayapti, nimaga o'qimayapti, nimaga hali ham harf tanimaydi yoki nimaga hali ham pampersdan chiqmagan, ya'ni talablarni qo'yaveradi, qator talablarni qo'yaveradi. Bog'chaga qilingan to'lov birinchi bo'lib bog'chapani xizmati uchun qilinadi, mehr uchun emas. Agar bola bog'chaga mehr qo'ysa, bog'chapaga mehr qo'ysa, keyin boshqa narsalarni qilishni boshlaydi, o'zlashtirishni boshlaydi. Bog'chapalar ham oylik evaziga xizmat ko'rsatishadi. Mehrli bo'lsa, shundoq tekinga berishadi.